Hammaga salom, sizlar bilan bugun Minecraft bugungi videoda bizni qanaqa Minecraft'ni ko'p KPS qilish o'rganamiz. Bu KPS mo'jalanchida bo'lyapti. Telefonda ana shuni ko'p KPS qilish o'rganamiz. Aytgancha hozir bu men kodga KPS hech qanaqa kliker yo'q. Albatta bu videoni olishga sal ko'proq vaqtim ketdi. Shunga iltimos videoga like va obuna bosib qo'yinglar. Men bo'lsa videoni 5-6 soat yozib o'tirmasdan tezroq boshlayman. Unda do'stlar, videoda hozir qanaqa ko'p KPS o'tgan ko'rsatmoqchiman. Hozircha menda KPS ko'rsatadigan mod yo'q. Ular 4 sekundda qurib bordik. KPS ko'rsatdi. Mana shuni o'ynadim. Shu harakatlarni men unda o'rgatishni boshlayman. Hozir do'stlar, bu yerda KPS ni eng ko'p nimadan ishlayapman. Chekadagi ikkita sek tugmasini ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Men o'zim buni ko'rmaydigan qilib qo'yganman. Ko'rmaydigan qilamiz. Unda shunchaki qo'yish kerak. Shunaqa ko'p KPS o'ynasanglar bo'ladi. Ko'pchilik youtuberlar ko'rgan bo'lsa kerak. Narsaga so'nchani ikkita qo'l bilan, ikkita barmoq bilan o'ynash tez bo'ladi, riladi. Mana shu charslab bo'lsa ikkita barmoq bilan. Xuddi bunday shunaqa bo'lsa tez bo'lsa bo'ladi. Ikkalasini shunaqa bossanglar, ikkita qo'l bilan, ikkita barmoq bilan bitta knopkalar, ikkita knopkani bossanglar, xolos ko'p KPS chiqadi. Ko'rib turibsizlar. Mana shu ikkita knopka tez bo'lyapti. Knopkalarni KPS ko'p beryapti. Hozir men onu orqa yuradigan knopkani to'xtamasdan bosyapman. Shunga ko'p KPS olib muvaffaqiyat ketyapman. Shunda o'sha shuni bilishinglar kerak. Mana bitta muhim narsa, telefon qotmaslik kerak. Men sizlarga mo'jalanchida qotmasligini bitta yo'lini bilaman. Shunchaki mo'jalanchiga modlar bo'limiga kirib, modlar bo'limiga opti pvp deb yozib ko'rsanglar, shunaqa mod chiqaraman ki o'xshagan. Ko'p tursa mod juda ham ishlangan. Mana pvp pakda chiqib, buni bedars paklar ham bor. Junlar ko'p tursa ana ko'rinishini. Shunaqa zo'r. Sizlar ham xohlasanglar ishlab ko'ringlar. Men sizlarga tavsiya beraman. Xohlasanglar ishlatinglar, xohlasanglar sizlar o'zingizlar tanlov qilinglar. Unda do'stlar, video yoqqan bo'lsa videoga like va obuna bosib qo'yinglar. To'g'ri do'stlar, oqibatda qisqa videolarni ko'p o'yaman, buni bilaman. Endi videolar oddiy bo'lyapti, lekin endi sizlarga Minecraftda juda ham yaxshi sniper bo'lishni xohlayapman. Balki obunachilarni ko'p qo'larman, lekin bezroq o'ynayman. Ular shuni xohlayapman do'stlar. Albatta shu harakat uchun videoga like va obuna bosib qo'yinglar. Bo'lmasa ham videoni oxirida tugatib qo'yaman. Hammaga xayr.